Bir inson jinoyatni tan oldi. Politsiya ishni yakunladi deb o'yladi. Ammo laboratoriyada o'tkazilgan bitta tekshiruv barcha taxminlarni o'zgartirib yubordi. Gumondorning DNKsi voqea joyidan topilganda biologik izga mos kelmadi. Demak, jinoyatni tan olgan odam aslida aybdor emas. Haqiqiy jinoyatchi esa minglab insonlar orasida yashirinib, hatto DNK tekshiruvini ham aldashga urindi. Bugun biz kriminalistika tarixini o'zgartirgan real voqeani ko'rib chiqamiz. Shuningdek, kimyo, fizik va biologiya yordamida yashirin izlar, barmoq izlari va soxta hujjatlar qanday aniqlanishini laboratoriyada namoyish qilamiz. Bu yerda taxminlar emas, ilmiy dalillar gapiradi. Voqea 1980-yillarda Buyuk Britaniyaning Leicestershire hududida sodir bo'lgan. Bir-biridan bir necha yil farq bilan ikkita og'ir jinoyat qayd etiladi. Voqea joylaridan biologik namunalar olinadi. Ammo o'sha davrda mavjud usullar orqali aniq bir insonni topish juda qiyin edi. Aynan shu paytda ingliz olimi professor Alec Jeffreys inson DNKsidagi o'ziga xos biologik naqshlarni aniqlaydi. Har bir insonning DNK analizi boshqalarnikidan farq qiladi. Shu sababli bu usul keyinchalik genetik barmoq izi deb nomlanadi. Tergovchilar ikkala voqea joyidan olingan namunalarni yangi usul bilan tekshirishdi. Natija hayratlanarli edi. Ikkala namunadagi DNK analizi bir-biriga mos keldi. Demak, ikki jinoyatni bitta odam sodir etgan bo'lishi mumkin edi. Tez orada politsiya bir yosh yigitni gumon qilib so'roq qiladi. U jinoyatlardan birini tan oladi. Tashqi tomondan qaraganda ish hal bo'lgandek edi. Gumondor bor, u tan olgan edi. Ammo olimlar uning DNKsini voqea joyidagi namuna bilan taqqoslashdi. Natijalar mos kelmadi. Demak, bu inson jinoyat joyidagi biologik izni qoldirmagan edi. DNK tahlili jinoyatni tan olgan gumondorni oqladi va haqiqiy jinoyatchini hanuz ozodlikda ekanligini ko'rsatdi. Bu kriminalistikaning muhim qoidasini isbotladi. Inson adashishi mumkin, guvoh noto'g'ri eslashi mumkin, gumondor bosim ostida yolg'on ma'lumot berishi mumkin. Ammo to'g'ri olingan va ilmiy tahlil qilingan biologik dalil voqeaning asl haqiqatini ko'rsatadi. Shundan so'ng politsiya hududda yashaydigan minglab erkaklardan biologik namuna yig'ishga qaror qildi. Yuzlab namunalar tekshirildi, natija yo'q. Umumiy hisobda qariyb 5000 insonning DNKsi tekshirildi. Ammo jinoyatchi topilmadi. Bu qanday bo'lishi mumkin edi? Haqiqiy jinoyatchi Colin Pitchfork o'zining o'rniga boshqa bir odamni namuna topshirishga ko'ndirgan edi. Hujjatlarda Pitchfork tekshiruvdan o'tgan deb ko'rsatilgan, ammo laboratoriyaga aslida boshqa odamning namunasi yuborilgan. Jinoyatchi ilm-fanni emas, namuna topshirish jarayonidagi insoniy nazoratni aldashga uringan edi. Bir muddat uning rejasi ish berdi, ammo keyinchalik uning o'rniga namuna topshirgan odam bu haqda boshqalarga gapirib qo'yadi. Suhbatni eshitgan insonlardan biri politsiyaga xabar beradi. Tergovchilar Colin Pitchforkdan haqiqiy biologik namuna olishadi va uni voqea joyidan olingan DNK bilan taqqoslashadi. Bu safar natija mos keladi. Minglab insonlar orasida yashirilgan jinoyatchining uning hujayralarida saqlangan biologik ma'lumot fosh qildi. Colin Pitchfork DNK analizi yordamida aniqlanib, sudlangan tarixdagi birinchi jinoyatchilardan biriga aylandi. Ushbu real jinoyatda asosiy dalil DNK analizi bo'lgan. Endi esa kriminalistikaning boshqa ilmiy usullarini laboratoriyada ko'rib chiqamiz. Birinchi tajriba: ko'zga ko'rinmaydigan biologik izlarni aniqlash. Tasavvur qiling, voqea joyi tozalangan va sirtda hech qanday iz ko'rinmaydi. Ammo biologik moddaning juda kichik zarrachalari sirtda saqlanib qolishi mumkin. Bunday hollarda maxsus kimyoviy reaktivlardan foydalaniladi. Shunday reaktivlardan biri luminol. Luminol ayrim moddalar bilan reaksiyaga kirishganda ko'kimtir yorug'lik hosil qiladi. Xemiluminessensiya deb ataladi. Xona qorong'ilashtirilganda oddiy ko'zga ko'rinmaydigan izlar birdan namoyon bo'ladi. Keyingi tajriba barmoq izlarini aniqlash. Inson buyumga tekkanda teridagi namlik va yog'ning kichik qismi sirtga o'tadi. Natijada oddiy ko'zga ko'rinmaydigan yashirin barmoq izi hosil bo'ladi. Professional magnit kukun yordamida bu izni ko'rsatish mumkin. Kukun barmoq yuzidagi yog'lar va nam qismlarga yopishadi. Sekin-asta barmoqdagi chiziqlar, halqalar va yog'lar ko'rina boshlaydi. Iz maxsus lenta yordamida sirtdan olinadi va kriminalistik kartochkaga ko'chiriladi. Endi esa Edusnap optik mikroskop ostida kattalashtirib ko'ramiz. Mikroskopda barmoq yuzidagi chiziqlarning qayerda ajralgani, qayerda tugagani va qanday tutashganini aniq ko'rinadi. Endi soxta hujjatlarni tekshiramiz. Tashqi tomondan ikki hujjat bir xil ko'rinishi mumkin, ammo mikroskop ostida ularning farqi aniq namoyon bo'ladi. Qog'oz mayda tolalardan tashkil topadi. Turli qog'ozlarda tolalarning qalinligi, yo'nalishi va zichligi farq qiladi. Agar hujjatning bir qismi almashtirilgan bo'lsa, bu farq mikroskop ostida ko'rish mumkin. Shuningdek, mikroskop orqali imzo muhrdan oldin qo'yilganmi yoki keyinmi
Yozuv printerda chiqarilganmi yoki ruchkada yozilganmi? Shularni ham aniqlash mumkin. Kriminalistikada eng muhim savol kim aybdor emas? Eng muhim savol ilmiy dalillar nimani ko'rsatmoqda? Bu kimyo, fizika va biologiyaning hayotdagi eng sirli hayratlanarli xizmatlaridan biridir. Bu fanlar faqat darsdagi formulalar emas, ular jinoyatlarni fosh qilish, adolatni tiklash va begunoh insonlarni himoya qilishga yordam beradi. EduSnap laboratoriya jihozlari yordamida murakkab ilmiy jarayonlarni nafaqat o'rganish, balki ularni tajribada ko'rish mumkin. Sizningcha bu voqeada eng muhim dalil qaysi bo'lgan? DNK natijasimi? 5000 kishilik tekshiruvmi? Yoki jinoyatchining o'rniga boshqa odam namuna topshirgani fosh bo'lganimi? Javobingizni izohda yozib qoldiring, chunki inson haqiqatni yashirishga urinishi mumkin, ammo dalillar baribir gapiradi.